Assalomu alaykum, hurmatli aziz fermer va dehqonlar. Bugun 29-aprel 2026-yil. Men, ya'ni biz sotgan makka urug'lari Jizzax viloyatiga ekilgan. Umumiy holatni ko'rib turibsizlar. Bu YouTube kanali uchun Oks Agroga maxsus olyapmiz. Makkalarimiz xuddi shunday chiqqan, ko'rishinglar mumkin. Mana shunday qilib syomka qilyapmiz. Sal kundagi kechida yetib keldik-da aka. Qaysi kuni ekilgan aka bu makkalar? 10 kunmi bo'ldi-da? Mana shu umumiy 10 kunlik. Ko'rishinglar mumkin. Shuni ushlab turing, men o'rtada turaman, olasiz. Olinyapti, bosishyapmiz. Ko'rinish qanday? Yaxshi. Assalomu alaykum. Hurmatli fermer va dehqonlar, ko'rib turibsizlar, makkalarimiz chiqdi. Xudoga shukr, Alloh yuzimizni yorug' qildi. Xudo xolasa, endi bug'doydan keyin ekiladigan yaxshi makka urug'lar kimga kerak bo'lsa, bizda bor. Urug'larimizni chiqishi 100% ko'kardimi aka? 100% ko'kardi. 100% ko'kardi. Dehqonimiz o'zi syomka qilyapti. Bu yerda ko'rishinglar mumkin. Endi xudo xolasa aka, buni parvarishi bor. Ikkita asosiy vaqti borda. Gullash fazasi bilan changlanish fazasi deydi. O'sha paytda hali sizga ozroq yana aytamiz. O'sha paytda agar suv yaxshi berilsa, hosildorligi juda yaxshi bo'ladi. 90 va 120 kunlik makkalarimiz ham bor. Unib chiqish shunday. Ko'rishinglar mumkin, mana umumiy dala. Yashillik ketgan shu bilan. Oks Agroni kuzatib boring. Bu fermer akamiz bilan ham shu YouTube orqali tanishganmiz. Bobomurod akamiz bilan. Xudo xolasa, kimga urug' kerak bo'lsa telefon qilasizlar, обязательно urug'lar bor. Yaxshilari.